Assalomu alaykum. Davom etamiz yana ustunovkalarda. Bugungi adresga o'tgan mebellarimizni ham tamomlab, klientlarimizga topshirib ham bo'ldik. Bugungi adresimiz Jizzax shaharining o'ziga olib kelganmiz. Shkaf hamda 3 ta одиночка отдельный divan qilib, bittasini razmeri kattaroq, ikkita razmeri kichikroq bo'lgan divan hamda bitta shkafni olib kelib berdik. Endi qisqa qilib aytib o'tadigan bo'lsak, shkafimiz razmeriga yasatmoqchi bo'ldilar klientimiz, 240 qilib yasatganlar. Endi mana bu yerda nimadir joyi bor ekan, bu tomonda nimadir joyi bor ekan, o'shaning uchun 240 qilib yasaldi. Buni razmerida tanlov bor. Xohlovchilar uchun nima deydi? Uyni razmeri patologgacha bo'lgan razmerga ham yasab bera olamiz. Siz chunki mebelni ishlab chiqaruvchi sexdan olgan bo'lasiz, magazinchidan emas. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu tomon razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Eshiklarga e'tibor beradigan bo'lsak, 100% vakuumda, mexanizmlari yaxshisidan vakuumni ham har xili bor. Pulida raznisasi bo'ladi. Qimmatidan ishlatilgan. Xo'sh, o'rta qismiga keladigan bo'lsak, o'rta qismi polkali qilib yasab berdik. Oynasini ziyiga e'tibor bersak, charxlangan, farset bo'lgan holatda mana bu holat. Chetki qismi razmeri 2 ga bo'lingan, sabab razmeri kaltaroq, custom razmerdagi, shim razmerdagi kiyimlar ilish uchun mo'ljallangan, ya'ni 2 ga bo'lingan. Endi mebel aytib o'tganimizdek vakuumda ichki holati, razmerlari klient xohishi. Endi mebelning mana yonbosh qismiga keladigan bo'lsak, sifati mustahkamligi uchun rossiyskiy laminatdan qilingan, fasad qismi endifdan, ya'ni krashning endiflar o'sha narsadan qilingan. Mebelning rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Bemalol nima deydi, rang yoqmasa, boshqa ranglarni ham qilib bera olamiz. Divanga keladigan bo'lsak, divan mana bu paralon qilingan, matras emas, xohlovchilar uchun matraslik ham qilib bera olamiz. Mana bosh tomonda ham rangli tanlovlar bor. Kimdir rangi yoqmadi menga, boshqacha, mana hozir mashalkali bo'lgan, buni pinali, bir 4 xil 5 xil materialdan ham qilib yasab bera olamiz. Mana bu tomonda aytib o'tganimizdek rangda tanlov bor. Matras qo'yilgan holati pulida raznisasi bo'ladi. O'shaning uchun mana bunday holatda ichlari sandiqchalik qilib yasalgan holat. Xo'sh, razmeri nisbatan ikkita kichkina, bitta uzunroq qilib yasab berdik. Xo'sh, mebel nima deydi? Yoqqan bo'lsa bitta laykchani bosib ketamiz. Bizning adres Jizzax shahar, biz bilan bog'lanish uchun 95 kodi 226 0404 hamda 33 279 0004 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, xohlasangiz Telegram, Instagram orqali ham zakaz berishingiz mumkin. Mebel 150 km dastavka uстановkasi ichida bo'ladi. Ya'ni aytilgan narx ichida tekin dastavka, tekin uстановka bo'ladi. 150 kilometrdan uzoqroq, masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlar ham so'rashadi, ularga puliga qo'shiladi. Yo'l kirasi uchun qo'shiladi faqat. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri sex orqali, sexning o'ziga ham kelib tanlab zakaz berishingiz mumkin.